Internet tarmoqlari hayotimizning ajralmas qismiga aylanganiga ancha bo'ldi. Uning imkoniyatlari cheksiz va yoshlarimiz butun dunyoni egallagan tarmoq imkoniyatlarini zabt etishga harakat qilmoqda. Lekin undan g'arazli maqsadlar yo'lida foydalanish istagidagi shaxslar ham afsuski uchrab turibdi. Qoraqalpog'istonda ana shunday holat aniqlandi. Nukus shahrida istiqomat qiluvchi qiz ichki ishlar organlariga murojaat qildi. Uning murojaatiga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda S ismi bilan akkauntiga ega shaxs uning rasmlarini tarqatishni va obro'sizlantirishni ma'lum qilib, uni tarqatmaslik evaziga 20 million so'm miqdorida pul talab qilayotganligini bildirgan. Ushbu murojaat bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi va qisqa vaqt mobaynida mazkur akkaunt egasi kim ekanligi aniqlandi. Shu arzaga tekrarlanib o'tkazilgan operativ iloj davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar ministrligi kiber xavfsizligi bölümü xizmetkarlar tarafidan olib borilgan operativ iloj davomida bu shaxs Nukus qalasida yashovchi 2006 yıl tug'ilgan shaxs ekanligi aniqlandi. Bu shaxsning qarshisida hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-statyasi 1-bo'limiga jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda Nukus qalalik ichki ishlar organlari жұмысларын muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov surishtiruv жұмыслары olib borilmoqda. Hayotini endi boshlayotgan yoshning ana shu yo'lni tanlaganligi albatta achinarli. Jinoyat uchun esa jazo muqarrardir. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.